بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 124 bab باب الانبساط إلى الناس odamlarga ochiq chehralik bilan xushfe'llik keng tabiatli bo'lish haqidagi bob 246 hadis Ato ibn Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi at-Tawrat. Qala faqala ajal wallahi innahu lamawsufun fi at-Tawrat bi ba'd sifatihi fi al-Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجا بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Ato ibn Yasar ulug' tobiinlardan. Bu kishi Abdullah ibn Amr ibn As nomli buyuk sahobiy, otalari ham sahobiy, o'zlari ham sahobiy. Ko'rib aytgan ekanlarki, siz menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Tavrotdagi sifatlarini aytib bering. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu Tavrotni ham yaxshi bilganlar u kishi. Shunda deydi, Abdullah ibn Amr aytdilarki, bo'pti. Allohga qasamki, u zot o'zlarini Qur'ondagi ba'zi bir sifatlari bilan Tavrotda ham sifatlanganlar. Ya'ni payg'ambarimizning Tavrotda sifatlari kelgan, o'sha sifatlari Qur'onda ham kelgan. Deb turib, Ahzob surasidagi oyatni o'qidilar. Ey nabiy, albatta biz seni shohid qilib, guvoh qilib va mubashshir, bashorat beruvchi qilib va nazir, ogohlantiruvchi qilib yubordik. Demak, mana shu yerda bashorat beruvchilik o'sha kishilarga, bashorat hammaga yaxshilik bashoratini beradilar. Jannat bashoratini beradilar. Ikki dunyo saodatini bashoratini beradilar. Xayr, baraka, iymon, islom bashoratini beradilar. Payg'ambarimiz sifatlari shu ekan. Endi bu yoqda Tavrotda kelgan narsalarni aytyapti. Va hibzan lil ummiyin. Ummiy deganlari, o'qish yozishni o'rganmagan kishilarga bir himoya, qo'rg'on sifatida yubordik seni. Sen bandamsan, mani bandamsan deydi Alloh taolo. Mani rasulimsan, seni mutawakkil, tavakkal qiluvchi deb nomlaganman. Sen laysa bifazzin, qo'polmassan, wala g'alizin. Bu ham qo'polligini bir nimasi, turi. Dag'al, bozorlarda baqir-chaqir qilib yurmaysan. Va u payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yomonlikka yomonlik qaytarmaydi. Yomonlikka yaxshilik qaytaradi. Shuningdek, valakin ya'fu va yaghfir. Afv qiladi, mag'firat qiladi, kechiradi, o'tib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo u payg'ambar egri millatni to'g'ri qilmaguncha u payg'ambarning jonini olmaydi. Egri millat qanaqa qilib to'g'ri bo'ladi? To'g'ri bo'lishi la ilaha illallohni aytish bilan bo'ladi. Xo'p, o'sha la ilaha illalloh bilan ular ko'r ko'zlarini ochadi, kar quloqlarini ochadi va g'ofil qalblarni ham ochadi degan sifatlari Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning Tavrotda kelgan ekan. Mana shu yerda demak kishilarga bashoratli bo'lish, ochiq yuzli bo'lish, ularni afv qilish, yomonlikka yomonlik qaytarmaslik kabi sifatlar payg'ambarimizda bor ekan. Siz bilan biz u kishiga ummat bo'lgan kishilarda ham bo'lishi kerak. Shunga biz harakat qilmoqimiz kerak. 247 hadis
Ato ibn Yasordan, u kishi Abdulloh ibn Amrdan o'sha avvalgi oyatni aytar ekanlar. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan va mubashiran va nadhiran degan Qur'ondagi oyat Tavrotda ham bor degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimizda guvoh, hammani ustidan guvoh bo'lib yuborishlari, hammaga bashorat beruvchi, suyunchilik xabar beruvchi sifatlarida yuborishlari va hammani ogohlantiruvchi qiyomatdan, ogohlantiruvchi va boshqa narsalardan ogohlantiruvchi sifatlarda yuborishlari to'g'risidagi Qur'onning oyati Tavrotda ham borligi aytilgan ekan. 248 hadis Muaviya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinar ekan. U kishi aytibdilarki, sami'tu minan nabiy sallallohu alayhi va sallam kalaman nafa'ani Allahu bihi. Sami'tuhu yaqul aw qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu aytadilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bir kalom eshitdim. Bu kalom ila Alloh menga manfaat berdi, naf berdi degan ekanlar. Va u zotni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni albatta sen shubhani, odamlardan shubhalanishni orqasidan yursang, kim ko'ringanidan shubhalanaversang, ularni buzasan deganlarini eshitgan. Demak, kimni ko'rsanglar shubha qilib, bu umumikin, bu bumikin, bu menga yomon sog'inyaptimikin, meni orqamdan bir narsa qilmoqchimikin, qarashi boshqacha, nafas olishi boshqacha, palon piston deb shak shubhani, hadiksirashni davom ettiraversa, odamlarning orqasidan shuni qilaversa, ularni buzar ekan. Hazrati Muaviya men shundan manfaat oldim degani, bu kishi uzoq vaqt xalifa bo'lganlar. Shunda mana shu narsada qo'l kelgan. Har kimni orqasidan shunaqa hadiksirab, odam qo'yib, aybini topaman, men to'g'rimda bir narsa qilyaptimikin degan gaplardan bu kishi xoli bo'lganlar. Eng ko'p tanqidga uchragan xalifa mana shu kishi bo'lgan. O'sha odamlar masjidda turib, minbarda turganida so'ksa ham indamay turaveradi. Bo'pti, xo'p, yaxshi. Bir marta chiqib gapirganlar minbarda, jumada. Shunaqa odamlarga Baytul Moldan ato berilar edi. Endi hozir vaziyat boshqacha bo'lib qoldi. Shuni ozaytirsak yoki bermay qo'ysak degan maslahatni qilyapmiz. Deganda bir odam turib, to'xta, ey Muaviya. Sani otang palang, onang palang. Nima bu berayotgan onangni mahrdan beryapsanmi sen? Musulmonlarning haqqini nimaga unaqa qilasan ekan? Deb rosa so'kka. Bu kishi indamay eshitib turib, keyin birodarlar kechirasizlar, shu odamning gapi to'g'ri. Men adashibman degan minbarda turib. Bir ayolni, mashhur ayol bo'lganlar, shunaqa o'ziga chaqirtirib, menga qara, sen nimaga Alini maqtab meni so'kaverasan, odamlar shuni deyishyapti deganda, men senga aytmoqchi emas edimmi, o'zing ayttiryapsan menga, endi xafa bo'lmaysan, men aytaman, ayt deganda, Alini palon narsalar uchun yaxshi ko'rganman, sani mana narsalaring uchun yomon ko'rganman deb rosa gapirgan. O'shanda ham mana shu nimani qilib, bo'ldi, gaping to'g'ri, mayli deb nima berib chiqarib yuborgan. Xursand qiladigan narsa berib chiqarib yuborganlar. Men bu hadisni o kishi rivoyat qilganlarini bilmasdim. Hozir o'qib turib bilyapman. Demak, mana shu Rasulullohdan bitta hadis bilan shuncha foyda topgan ekanlar bular. Shuning uchun bu hadislarni o'qiganimizda, o'rganganimizda eshitish uchun, falon yerda shunaqa gap bor ekan deyish uchun, falonchi hadis aytib berdi, eshitdi deyish uchun emas, shuni singdirish uchun, amal qilish uchun, hayotimizda manfaat olish uchun urinishimiz kerak. Mana qaranglar, shunday ulug' odam kichkinagina hadis. Agar odamlarda hadiksirashni ko'paytiradigan bo'lsang, ularni buzasan degan hadisdan, demak, Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu shuncha katta foydalar olgan ekanlar. 249-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinar ekan. U kishi aytadilarki, Sami'a uznaya hatani wa basura aynaya hatani.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam akhadha bi yadayhi jami'an بكفي الحسن والحسين أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركع قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, mana shu ikki quloqim eshitib, ikki ko'zim ko'rgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki qo'llari bilan Hasanni yoki Husaynni qo'llarini mahkam tutdilar. Keyin haligi bolani oyog'i Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlarining ustida turgan edi. Rasululloh aytdiki, qani chiq dedilar. Bolacha oyoqlarini Rasulullohning tizzalariga, keyin boshqalarga qo'yib, ko'tarilib, hatto borib Rasulullohning ikki ko'ksilarini, ikki oyog'ini ko'ksilariga qo'ydi. Shunda Rasululloh aytdilarki, og'zingni och dedilar. Imom Hasanga yoki Husaynga. Shunga keyin uni o'pdilarda, og'zidan o'pib turib, keyin Alloh taologa yolborib, ey Allohim, men buni yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin dedilar. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni, demak, ana kichkina bolalarga ham mana shunaqa ochiq chehrali bo'lganlari, muhabbat qo'yganlari, ularni mana shunday xursand bo'lishi uchun hatto ko'kraklarigacha oyoqlari bilan tepalab chiqishlarini ham o'zlari qilganlari, shunaqa duo qilganlarini keltiryapti. Bundan demak, mo'min musulmon kishilar, o'shandek zotni ummati bo'lgan musulmonlar shunaqa kichkina bolalarga mehribon bo'lishi, ularni ba'zi bir erkaliklarini ko'tarishi, ularga doim yaxshi, shirin so'zlarni aytib, haqlariga yaxshi duolarni qilib turishlari kerakligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ekanligi kelib chiqadi.